Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aziz qarindoshlar, qandaroq ahvolinglar? Bugun 2020 10-yilning 26 kuni Indoneziyadan Xitoy qaytarildi degan bu to'rt qarindoshiminiki izlirgan qilish uchun qarindoshlar o'lchishidan tashkillanib, qarindoshlarimizninki izlirgan qilish uchun Istanbuldagi Indoneziya bosh konsuliga keldik. Kelgandan keyin bu yerda bizga emaildan javob bergan to'g'riliq bir javob berdi. Qarindoshlardan Allah razı olsun. Qarindoshlar bir-birimizga ishqayli biz vatanimizni qutqizamiz deyotganmiz. Chuqum oldi bilan muhojiratni o'zaro him bo'lishimiz kerak, bir-birimizga ega chiqishimiz kerak. Mush kelgan barliq qarindoshlardan Allah razı olsun. Chuqum bu qarindoshlarimizninki agar Xitoy qaytarilib ketgan bo'lsa, yerda qolmaydi. Mushunda erkak qarindoshlarimiz qisosini oladi. Barliq qarindoshlar bir-birimizga ishqayli oldilar vatanni qutqizamiz ekanmiz, o'zaro bir-birimizga ega chiqishimiz kerak qarindoshlar. 10-ayning 26-kuni dushanba biz hozir Gollandiyaning Den Haag shahridagi Indoneziya bosh konsulining oldiga kelgan to'q. Ikkilan Indoneziya hukumatining bu to'rt qarindoshimizni Xitoy tajovuzchiga o'tkazib berganligini protesto qilish, noroziligimizni bildirish uchun kelgan to'q. Bu konsuldagi nimalar saqchaqa o'xshaydi. Bular kelib hozir bizning gap so'rab, nima ish qilasan, nima ish kelding deb. Kimliklarimizni kontrol qilib, faqat bir odam to'sib bo'ladi. Bir soatdan keyin qaytib ket deb shunda dedi. Biz hozir mishada jalliq yanqib, uni taqib qo'yaylik deb jalliq yanqib qo'ydik.